Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan meni bir kunim qanaqa o'tishini ko'rsataman. O'zi kechqurun polni uxlamasdan 4 uxlab, 6 turib, o'rtog'im bilan probежкаga bordim. Biz ozgina yurib, keyin matcha ichishga kirdik. Matchani biz Yes Coffee degan zavедениyadan oldik. O'rtog'imga bu yo'lning matchasi juda yoqdi, lekin menga tak sredniy. Ozgina yana yurib, keyin 9:00da uyimizga tarqaldik. Где-то 12:30 o'rtog'im bilan molda ko'rishim kerak edi. Biz birga obed qilmoqchi edik, lekin menga kameringizni ochib turing, qaramang dedi-da, menga mana shunaqa pодарок berdi. Oxirgi kunlarim menda juda stress o'tyapti, поэтому meni настроениямni shunaqa ko'tardi. Menda ishtaha ancha yo'qoluvdi, o'shaning uchun o'rtog'im meni rosa majburlatib ovqat yedirdi. Men uyga kelib faqat kola ichdim, shu bilan bo'ldi. Garderobimni to'g'irlayotganimda eng yaxshi ko'rgan futbolkamni kir qilib qo'yishganini ko'rdim. U kir yuvilmadi, поэтому magazinlarga kirib shunga o'xshash futbolkalar qaradik, lekin hech narsa yo'q edi. Menga hamma narsadan mana shu leopard va sumочка yoqdi, lekin oyim yo'q, olmaymiz, bir marta kiyib, keyin boshqa kiymaysan dedilar. Shu bilan kunim mana shunaqa o'tib ketdi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Обязательно bu yoqqa Instagramga podpisatsiya qilinglar. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz.